Allohim, farzandimni o'zing rozi bo'ladigan insonlar qatorida qilgin. Uni ummatga manfaatli qil, to'g'ri yo'ldan adashtirmagin. Farzandimning umriga, ilmiga, rizqiga o'zing barokat bergin. Unga o'zing rozi bo'ladigan hayot nasib etgin. Uni kuchlilar, quvvatlilar, taqvodorlar safidan qilgin. Uni seni rozi qilishga intiladigan va sendan qo'rqadigan odamlar bilan o'ragin. Uni toqatidan ortiq sinov bilan sinama Robbim. Unga huzuringdan ko'plab manfaatli va robboniy ilmlar hamda yuksak fahmu farosat ato ayla. Allohim, o'zingga haqiqiy banda, Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga haqiqiy ummat bo'lsin. Butun ummatga foydali shaxs bo'lsin. Iymonli, amalli qorilardan qilgin. Yodlagan Qur'oni faqatgina foydasiga hujjat bo'lsin Robbim. Ey yaratgan egam, uni yolg'iz o'zingdan boshqa hech kimga va hech narsaga muhtoj etma va uni o'zingdan boshqa biror kimsaga va biror narsaga yor etma. Uni shokirlar, tavvobinlar va zokirlar qatoridan qilgin. Uni sening oldingdagi burchlarni ado etishda sobit qadam qilgin. Allohim, farzandimning yo'liga o'zing rozi bo'ladigan do'stlarni chiqargin. Shunday do'stlar bo'lsinki, ular farzandimni dinida mustahkam qilsin, ezgulikka undasin, seni yaxshi ko'rishlikda yaqinlashtirsin. Farzandim ularning orasida iymoni bilan qadrlansin, hayosi bilan sevilib, ilmga, amalga chanqoqligi bilan yuksalsin. Yomon yo'ldagi insonlardan, yolg'on do'stlardan, iymonsiz suhbatlardan, qalbni qora qiladigan do'stliklardan o'zing panohingda asragin. Hayotiga faqat sendan qo'rqadigan, senga chorlovchi va duoda eslovchi do'stlarni bergin. Farzandimning yo'lida baraka bo'ladigan, uni oxiratga tayyorlaydigan, har qanday vaziyatda seni eslatadigan do'stlar bilan siylagin Robbim. Allohim, farzandim solih farzand bo'lsin. Vafotimizdan so'ng haqqimizga duo qiluvchilardan bo'lsin. Farzandimiz sabab u kunda mol ham, farzandlar ham foyda keltirmaydigan kunda viqor toji bilan xursand qilinganlardan bo'lishligimizni men va juftimga nasib etgin. Uni bu dunyoda ko'zimiz quvonch qilgin, faqat yaxshiliklar ko'raylik. Allohim, u bilan, uning qo'llari bilan ko'plab mo'min musulmonlarni isloh qilishingni so'rayman. Ya Robbim, farzandimga va jamiki musulmonlarning farzandlariga o'zing baraka bergin. Robbim, oilalarimizni isloh qil. Uni o'zing roziliging, muhabbating va rahmating ila birlashtir. Samolarda maqtaladigan, farishtalar huzurida zikr qilinadigan oilalar qatorida qilgin. O'zaro suhbatlarimiz sen va dining haqida bo'lsin. Oilamizda shayton nasibasini uzib tashla. Insonlar va jinlardan bo'ladigan barcha yomonliklardan himoya qilgin. Hasadchining hasadidan, nafratchining yomonligidan, fitnachining fitnasidan va yomon ko'zdan asra. Robbim, sen sabablar ila tavfiq berasan. Uzoq sabab ila tavfiq berasan. Yaqin sabablar ila tavfiq berasan. Hatto hech qanday sabablarsiz tavfiq berasan. Ey Robbim, oilamizga, farzandlarimiz tarbiyasiga tavfiq bergin. Nabiying yo'lida mustahkam, xolis, sobit turganlar qatorida qilgin. Sinovimiz dinimizda bo'lmasin. Oilamiz rishtalarini mustahkam qil. Birgalikda jamoa bo'lib, sen tomon borishimizni yengil qil. Haq yo'ldan adashtirma. Qur'onni oilamizning hayot manhaji qilgin. Yo'limiz chirog'i, borligimiz sababi qil. Amin.